يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik Müslüman braderlerimiz, bu katımki dersimiz, yani ilgaki dersimiz, aldığımız dersimizdeki devamı. Yani aldığımız dersimizde biz cüm'ininki ahkam üstüde toxtalğandık. Bu katım cüm'ininki fazileti ve onunki bazı bir küllerde kalınılan adab işlava bunun üstüde toxtalımız. Yani cüme günü degen qandaq bir gün. O cüme günü biz qandaq işlarni qilamiz, qandaq faoliyatlarni qilamiz. Muşunun üstüde toxtalımız. Bu doğruda Peygamber Aleyhisselam nemi dedi? Muşunun üstüde toxtalımız. Mana cüme günü degen haftada bir qata keladigan, yani 7 kunninki ichidagi bir kun. 7 kunninki ichidagi eng ulug' kun mana bu cüme günü. Cüme günüki fazileti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tevenki hadisi de mana keldi. Peygamber aleyhisselam Ebu Hureyre'den rivayet kılan hadiste şuna deydi. Dedi Peygamber aleyhisselam: Hayru yevmin talat bi şems yevmul cum'a. Fihi hulika Adem aleyhisselam ve fihi udkhilal cenne ve fihi uhrica minha ve la taqumu saatu illa fi yevmul cum'a. Ravahu Muslim. Peygamber şuna deydi. Gün çıkan gün, yani kuyaş çıkan günün en yaxşı cüme günü deydi. Yani kuyaş çıkan gün kança? 7 bir haftaga nispeten. Şu 7 günün içindeki en obdan yaxşı faziletli gün cüme günü. Nim için? Çünkü şu cüme gününün içinden, yani cüme günde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratkan ve şunun dek cüme günü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı cennetke kirgen. Yani şunu dek şu cüme günü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı cüme günü çıkargan. Çıkarıp yaşarığa düşürgen. Yani şunu dek kıyamet bulup kalsa cüme günü buludu deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hadis bir kançiyede deyildi. Yine bir hadiste Ebu Lubabe el-Bederi radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılan bir hadis. Şuna dedi ki Peygamber aleyhisselam küllerinki hocisi seyyidi cüme günü deydi. Bu cüme günü Allah'ınki dergahıdan nait uluq bir gün. Mene bu gün kurban bayramı, rozet bayramı da mı uluq bir gün. Mene bu günde 5 xil xislet var deydi. Birincisi yukarıda istegendek Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan ibaret olan bu atımızı cüme günü yaratkan. Şunu dek yani Allah Teala asmandan, cennetten zimine Allah Teala cüme günü şügen. Yine şu cüme günü Adem Aleyhisselam vefat tapkan. Mene deydi Peygamber şu cüme günü de bir vakti var deydi. 5. xislet. Mene şu günde bir bende şu vaktin yüzde bir saat, kaysı vakti kelgen malum emas, cüme gününün içinde. Şu vakti yüzde bir bende arkanda bir nesli Allah'ı soraplı kalsa, o adam aram nesli soramasa şu günde, şu vakitka, şu adamın soruş doğru kalsa Allah Teala şu adamı sorgan neslini bir vatıdı deydi. Yeni bir 5. xisletenin bu günde kıyamet kaim, cüme günü buludu. Yine amdi. Yine Peygamber Aleyhisselam yine şunda deydi ki asmandaki, zemindeki her kana bir perişte, şamal, tağ, deniz
Bunun hammasi cuma gününün buluşunu qo'rqidi. Chunki cuma kuni qiyomat bo'ladi. Cuma kuni kelib qolamdiki, qachonda kelib qolsa, arz qiyomat bo'lamdiki deb bu jonsiz bo'lgan narsalar bunidan qo'rqidi. Unda bo'lgandan keyin mana cuma kuni nihoyat bir ulug' kun, bu ulug' kunniki ahamiyatini biz bilishimiz kerak. Endi Payg'ambar sallamniki hadisida mana Nasaralar, Yahudilar mana haftaning ichida qaysi bir kunniki ulug' ekanligi ustida talishib, mana Nasaraga nisbatan yakshanba kuni, Yahudilarga nisbatan shanba kuni ato qilingan, bular eng ulug' kun bo'lgan juma kuni tepishga nisb bo'lmagan deydimdi. Biz musulmonlarga Alloh taolo juma kunidan iborat bo'lgan bu ulug' kunni bizga nisb qilgan. Ya'ni ulug' kunniki ulug' bo'lishi mushu darajada ulug'. Endi birisi juma kundagi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan hadisda. Yani cuma kunda bir vaqt var. Şu vaqtniki yüzüde bir bende haram narsa so'ramay qilib qolsa, Alloh taolo shu odamga shu so'ragan narsani beradi deydi. Endi bu qaysi vaqt? Juma namozininki, juma kundagi qaysi vaqt u vaqt? Mana bu unda aniq bir vaqt zodi falan vaqt degan yo'q. Yani har xil rivoyat var. Bununki en yani kuchlig'i ya cuma kuni asr namozidan keyin namoz sham namozi bo'lgan orliq shu degan rivoyatni bir qadar tarjih qildim. Mana shu kuni juma kuniki oxirgi vaqtlarda har bir odam duo qilishga mana qattiq tirishchi kerak. Mana bundan da Abdullah ibn Salam roziyallohu taolo shuna deydi. Dedim men Peygamber sallam şayet o'ltiryapti. Biz Allah'ın kitabida cuma kunini bir vaqt topamiz ki, cuma kuni bir vaqt. Bu vaqtda mu'min bo'lgan bir odam namoz o'qiydi, namoz o'qib Allohdan so'raydigan bir bandi yo'q. Megarli bo'lsa Alloh taolo shu odamning shu cuma kuni namoz o'qib qolgan shu kunda, shu vaqtda qan duosini, hojatini ado qildi deb mushta deymiz dedi. Degandek ki Abdullah ibn Salam raziyallohu ta'ala anhu shunday dedi ki Peygamber sallam ishorat qildi. Ya bazı saat dedi. Pes dedim, rahat dedi. Ya bazı saat dedim. Qaysi saat o desem? Dedi, mene aş cuma günündeki ahirki vaqt meniki şu dedi. Degandek ki bunu da namaz o'qiydigan vaqt yo'q emasmi? Bu namaz o'qigan vaqtning o'zida debmişlar deganda desem, bu namaz vaqt bo'lmasmi? Men Peygamber sallam shuna dedim. Bir adam namaz o'qib, o masjid chiqmay, bir namoz saqlab turgan bo'lsa, namoz o'qimismi? Shu odamni namoz o'qiydi deb hisoblandi emasmi? Sen buni bilmamsan, dedi. Degani shunda degandan ha, unda o'g'andan keyin bir odam mushta asr namoz o'qib, mana shu namozsham namozga chiqib o odam namozsham namozni asr masjidda o'qiyman deb saqlab turganning o'zi namozni ichida o'qigan bo'ladi. Mana shu vaqtda qilgan duoniki o'zi men ijobat degan mushtaq shu dedi deydimdi. Endi Jabir roziyallohu ta'ala anhuniki bir qilgan hadisida Payg'ambar alayhisolatu vasallam shuna degan: "Yawmul jum'ati isnata asharata sa'atan minha sa'atun la yujadu abdun muslimun yas'alulloh ta'ala shay'an illa atahu yawm wal tamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr." Mana juma kuni 12 soat. 12 saatning ichida bir soat vaqti bir musulmon bir odam Alloh taolodan so'raydigan bir vaqt bo'lmaydi. Agar shu vaqtni so'rab qolsa, Alloh taolo shu kishiga so'ragan narsani beradi. Unda bo'lgandan keyin sizlar mana shu soatni juma namozini, juma kuniniki asr namoziniki oxirgi vaqtini, ya'ni asr vaqti bilan namoz namozi vaqtiniki o'ttirsada mushani izdanglar dedi deydi Payg'ambar bu hadisida. Bu hadisda İmam Nasai ve Abu Davud rivayet qilgan. Bu bir fazilat. Yeni bir cuma kuniki, yeni bir fazilat temene. Cuma kuni kirgan amanamla biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge durutni jiqcho yetishimiz kerak. Cuma kunining kechasi va kunduzlari davomli Peygamber aleyhissalatu vesselamga durut o'qishimiz kerak. Bu durut ya durut İbrahim ya qanda bir duo bo'lsa durut bo'lsa bo'laveradi. Bunun için bundaqçı qilishimiz kerak. Nima uchun desa, mana Avs ibn Avs radhiyallohu ta'ala anhu shunday dedi ki, dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam deydi.
min efdali eyyamikum yawmul cuma. Mana sizning kunning ichida eng afzal kun juma kuni. Mana juma kunida Odam alayhissalom yaratildi. Juma kunida Odam alayhissalom vafot toptirildi. Juma kunida mana surni tortish, mana İsrafil alayhissalomning surni tortadigan kun shu juma kuni bo'ladi. Shu juma kunida mana hoshni ketish, ya'ni tortib hammadan hoshni ketish mush ahvol bo'ldi. Ondan o'g'andan keyin fa aksiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ondan o'g'andan keyin menga ey bandalarim şu cüm'ü kuni menga durut yo'llashni nihoyat jiqchoq qilinglar. Chunki jazman sizniki qilgan durutlar menga to'g'ri qilinib turdi juma kuni dedi. Degandek dedi ya Rasululloh, qanday to'g'ri qildi sizlarga bizniki durutimiz sizlar uchaning o'zida sizlar nima qilib ketgan tu'sizlar, chirib, ya'ni o'lgandan keyin sizlar chirib ketgan tu'sizlar, uchar sizlar hayot ebas tu'sa qanday to'g'ri qilinadi dedi. Degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom dedi ki, jazman Alloh taolo meni ziminga payg'ambarlarningki jasadini yeyishga harom qildi. Ya'ni payg'ambarlar hamda o'lsimi, ya'ni taxtga dafn qilinsimi, lekin ularningki jismi hech qanday vaqt o'zida chirib ketmaydi. U turdi ashada. Tug'andan keyin hamda juma kuni mana davomliq mushundaq menga davomliq duo qilib, durut yo'llab qilib tursanglar, men mushundaq to'g'ri qiladi, men uni bilib turman, mushundaq qilib turman, men to'g'ri qilib turdi dedi. Degandan keyin hamda ondan bo'lgandan keyin shu payg'ambar alayhissalomnikiga ash hadisiki aksiru min salati alayya yawmul juma va laylatul juma degan hadisga asosan mana biz shu juma kuni bu shamanamlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga davomli duo durutni jiq aytib turishimiz kerak. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallayta ala İbrahim va ala ali İbrahim innaka Hamidum Majid degani juju jiq turish kerak. Va uni bo'lmasa sallallohu alayhi vasallam assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh degan mushu payg'ambar alayhissalomga deyiladigan mushu durut shakldagi bo'lgan mushu duoni jiq-cho'q qilib turishimiz kerak. Yeni bir sen cuma kuni bo'lgan vaqtida sura Kahfni o'qish biz uchun nihoyat nima u yaxshi. Nihoyat yaxshi. Chunki Abu Said roziyallohu ta'ala anhudan rivoyat bir hadis var. Payg'ambar alayhissalom shuna deydi: "Men qara suratul Kahfi fi yawmil jum'ati adalahu nur ma baynal jum'atayn." Bir adam cuma kuni sura Kahfni o'qigan bo'lsa, bu adam uchun ikki jumaniki orliq kelgan, ikki juma, bu juma bilan bir jumaning orlig'ini hammani yuritadi. Nur holatga keladi degan bir hadis var. Mana bu hadis bu. Yeni bir hadisde İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis shunday deb Peygamberim bir adam sura Kahfni juma kuni mana o'qigan bo'lsa, mana shu adam uchun shu odamniki qadaminiki tahdidan osmonniki cho'qqisi kelishib nurchu paqirab turdi. Ya'ni bu adam shuna o'qigandagi osmon nur chiqib turdi. Bu nur qiyomatchilik shu odamga qiyomat kuni ham bo'ladi. Shu odam uchun shu sura Kahfni shu kun o'qigan bilan mana bu jumadan ikkinchi juma kelib bo'lgan ikki juma orliqdagi gunoh sag'irning hammani Alloh taolo mag'firat qiladi deydi. Ana o'g'andan keyin bu juma kuni biz mana sura Kahfni davomli o'qib turishimiz kerak. Endi bilsandik ekan juma kuni biz juyinishimiz, bo'ynimizni sovuq solishimiz, chechimizni, kiyim chechimizni tarib turishimiz, mushundaq attir yağ, muştan nersi olsa, yani çıraylık göründüğün nersi olsa devamlı işletişimiz çok yine ve onun başka puraklık nersini işletişimiz, çıraylık kiyimini giyişimiz çok gerek. Hem de ne için bu da deyimiz desen, bana Peygamber aleyhisselatü vesselam şuna deydi ki, Ebu Said radıyallahu ta'ala rivat kan yedisi de, "Ala kulli muslimin el-gus yevmel cuma ve yelbes min sali siyabi." Ve in kana lahu taybun messemin Ravi Ahmet ve Şeyhan deydi. Peygamber Aleyhisselam şuna deydi. Her qanday musulmonniki gadiniga bo'lish kerak. Juma kuni g'usl qilish kerak. Yani her bir musulmon juma kuni g'uslchi qilish kerak. Ve şu musulmon o'ziniki juma kuni eng chiroyli kiyimni, pokiz kiyimni shu kiyish kerak. Va agar o odamda xushpuroq bir narsa bo'lsa, attir va kaza bunda bir narsa bo'lsa, o adam şu ettirini şu cuma günü işletiş gerek deydemdi.
Ин bir hadisda İbn Salam raziyallahu ta'ala anhu hadisda Peygamber şuna deydi. Benim minberinin üstü turup cuma günü mala ahadikum law ishtara sawban li yawmil cuma siwa sawbay mihnatihi rawahu Abu Davud. Yok sizning birinliğe eğer işki kiyimni setip ediş yok mu? Cuma günü için yüzniki mehnetinin işki kiyiminden başka, yüz işleydiğen, işten bilen, koynaktan başka cuma günü dep alaydı setip alıdığan bir kılıdığan birisinin birinliğe bunda bir iş yok mu? Dep şuna degen. Peygamber yani demek, yani cuma günü ayrım ben kiymen dep ayrım bir kiyimliçi ep koyuşumuz çok gerek. Yani normalde işlep onu hem kıldığandan başkandı. Eğer imkanımız olsa. Ana oğandaki bunun asasen cuma günü kiydiğen çünkü cuma günü şuna bir uluk gün. Ana oğandaki bu bizdeki bayram günümüz. Hem şunda bir yaxşı uptan gün. Ana oğanı bayram degen hoşallık oğan buludu. Hoşallık oğan boğandaki biz kiyimimizi çıraylık kiyişimiz. Hem juyunup, tarap, muştak kıpçu turuşumuz gerek. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki bir hadisi de Salman Farisi razıyallahu ta'ala onun rivayet kılan hadis şuna deydi. La yaqtasul raculun yawmal cuma ve yetataharu bima stata min tuhrin ve yeddehnu min duhni ev yemus min tayyibin min tayyibi beyti summa yaruhu ila mescid ve la yafruqu beyne isnayn summa yusalli ma kataba lahu summa yusalli lil imam iza tekelleme illa ghufira min al cuma ila al cuma'atil ukhra deydemdi. Yani Salman Farisi razıyallahu ta'ala şuna deydi. Bir adam cuma günü gusül kılsa yüzündeki güç yetken kadar pakiz olsa, yani kançılık pakiz olaydı, şuna karıp pakiz olsa. O adam eğer yağlaş, çeçineye yok, yağ, müştak kılış imkanı boğan olsa, huşpurak neresi işletken olsa, anladı ki bu adam mescid menipti. Bundan mağan olsa. Mescid girgendeki bu adam, iki adamın ağırlığını ne mi kılmayı, ağırmasıyla, o adam kelgeye oturuptu. Yani birinci sepke mudakip turuptu. Anladı ki namaz okuyan olsa, anladı ki şu adam cuma yani imam hutbu qavatı şutuğan olsa, bu adam gap qılmaptı. Muşunda qan olsa bu adamniki bu cumadan yin bir cuma gücü bolğan günahını Allah Taala küçürüvadıdı degen. Anda oğandiken biz bu cuma günü naitibek obdanço ahmiyet berişimiz gerek. Yin bir hadisi de Peygamber şuna degen. Ya maşeral muslimin haza yevmun ja'alallahu lekum aiden fagtasilu ve aleykum bis-sivak. Ey Müslümanlar, bu bir gündür ki Allah Teala sizler için bu günde yeyit kıldı deydim. Bayram kıldı. Müslümanlarınki bayram günü cuma günü. Cuma günü Allah Teala bizim için bayram kıpladı. Biz başka nememez. Allah Teala tarif edip bizi kıplayan bayram günü. Ana o vakiti Peygamber deydi o. Şu günü sizler için juyununla, gusül kılınla deydi. Ve şunu deydi. Şu günü misvak kılışka alaydı. Ehemmiyet çok bir ona, bek pakiz olunla deydi. Yani demek bu gündeki fazilet, kılıdığan ahkam fazilet işler bu emdi. Şimdi cuma günü cumaya baldır verişimiz gerek. Cuma günü cumaya baldır verişimiz gerek. Bunun fazileti var. Bunun fazileti de emdi. Şuna deydi emdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet kılan bir hadis. Bunu da Peygamber şuna dedi. İnne nase yeclisu yevmel cuma ala kadrin teravahim ilal cumaat. El evvel sümme sani sümme sal sümme rabi. Ve ma rabi ve arbet bi ba'id. Depemde. Peygamber şuna dedi. Ademler cuma günü yüzündeki cumaya kelgen miktarı bana turdu. Birisi geldi onu ikinci anı, üçüncü anı, dördüncüsü. Anıdaki dördüncüsü anti-jirakçı emez. Anda oğandaki dördüncüdeki kipkesi bulmaydı o. Diyen bir hadisi var. Yine Peygamber Aleyhisselam bir hadisi de şuna da edemdi. Ebu Hureyre'nin rivayet kılan bir hadis. Bir adam cuma günü gusül kıptı. Cenabet gusülsünü cunup boğa vakti julğanda junuptu bu adam. Andaki bu adam şu cuma namazına beripti. Birinci katı bağın bolsa bu adam yoğan baş hayvanını kurbanlık kandak sevap verildi. O adam 2 saat kelgen bolsa bir kalını kurbanlık kandak sevap verildi. O adam 3 saatte kelgen bolsa kapkara aşında bir koşkanı kurbanlık kandak sevap boludu. O adam 4 saat kelgen bolsa bir toğunu öldürüp Allah'ın iki yolunda kurbanlık kandak sevap boludu. O adam 5 saat kelgen bolsa
goya bir tuxumni men Allah Taala yolida men sadiq qilgandek mushta savobchi berdi. Qachoniki imom chiqib ketsa firishtalar, ya'ni bu yozadigan firishtalar biz bu xutbani anglaydigan kishi deb xutbani anglashga ketadi degan bir hadisi bor. Shuning uchun biz da juma kuni jumaga qanchakin aldirab birinchi qatimda berishimiz kerak. Endi juma kuni endi bir qilgan ish kishilar endi menga masjidga kirgan vaqt o'zida biz kishilarniki to'pisini atlab uyutishni diqqat qilishimiz kerak. Buning uchun Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qilgan bir hadisi bor. Mana Abdullah Bus raziyallohu ta'ala shuna deydi. Bir odam shu juma kuni Payg'ambar odamlarniki gadini atlab mushtaq kelganligini mushtaq keldi deydi. Payg'ambar xutba o'qitdi. Xutba o'qitgandagi Payg'ambar bu odamga dediki, "Ijlis. Oltu fakat az aytdi va an aytdi. Sen oltu kelgan yeringa xatni odamniki gadini besib uyutib oyog'ini maqamay, sen kelgan yerine kelgan o'shaga o'tu. Sen kishilarga ozora verding va sen bu kip bo'ldi. Nima qilsa bundoq qilib degan. Ama shuning uchun biz juma kuni kelgan vaqt o'zida xahniki oldiga atlab o'tmasimiz kerak. Agarda bunun ichida oldingi saplarda bo'shayib ekan, ya sap to'shmabdi, bu yerda odam o'ltirib yotibdi. Bunda bir bo'shliq voqea ya bo'lsa, mayli u chaqda o'tsak, ama bo'shliq bir yer yo'q. Bo'shliq bir yer yo'q, men illa birinchi sapni topdim deb, haqqa azor berib qistab, unda qilsa bu to'g'ri emas. Biz uning uchun shunday bir savobni tepishimiz uchun qanday qilishimiz kerak? At deganda berishimiz uchun kerak. Ana bo'lgandan keyin atdiganda berib, xahniki gadiniga dastlab o'tib, atlab o'tish degan ishida buni da diqqat qilishimiz kerak. Endi juma kuni endi bir sondan keyin shu nafl namoz va tahiyatul masjid iloji kim bor bu namozni o'qishimiz kerak. Buni oldingi darsimizda deb tugatdik. Endi bir masala bor. Jumaniki oldi va keynida meni nafl namoz o'qish. Ya'ni biz nafl namozniki nemizda buni deb bo'lgan. Endi juma namozniki oldi 4 rakat sunnat va ya'ni agar imkon bo'lsa 2 rakat tahiyatul masjid va bu tahiyyat masjid o'qib, undan keyin imom ya'ni muazzin birinchi azon chiqadi, undan keyin 4 rakat sunnat o'qiymiz. Farz o'qib bo'lgandan keyin 2 rakat 4 rakat sunnat va undan keyin 2 rakat sunnat va buning bilan tamom bo'ladi. Agar u odam uning keyinda Payg'ambar meni 2 rakat ham 4 rakat har qancha rakat o'qidi degan hadislar bor. Buni asosan o'qisak bo'ladi. Shuning uchun bu juma namozniki namoz bu hamdi. Xo'sh, endi bir masala juma namozi bilan, ya'ni juma kunida ham Eid namozi ham juma namozi birga kelib ketdi. Bu qanday qilamiz o'chog'ning o'zida? Mana bu bir kunninki o'zida ya juma kunda Eid bayram namozi o'qilib qolgan bo'lsa, o'chog'ning o'zida u odam bayram namoziga kelgan bo'lsa, mesela bayram namozi atgan o'qibdi, u odamniki gadiniga juma namozi o'qish vojibchi emas. Nima uchun? Meni bu juma o'qimay peshin o'qib olsa bo'ladi hamdi. Payg'ambar zot shunday degan: "Men sha'a yusalli falyusalli" degan. Ya'ni Payg'ambar zot davridimi bir juma kuni Eid namozi ham juma bo'lib qolgan. Ya'ni juma namozi Eid bayram bo'lgan. Shu uchun o'zi Payg'ambar zot shunday deganki, bir odam shu o'qisa jumani o'qsin, juma o'qiyman desa birlikib o'qiymiz degan. Yine Payg'ambar alayhisolamniki bir hadisida mana shuna degan. Payg'ambar alayhisolam yine shuna deganki, "Qaddishtama fi yawmika haza aidan, faman sha'a ajzahu min al-jum'a wa inna mujammi'un." Rawahu Abu Davud. Sizniki mushu kuningda, ya'ni juma kuni 2 Eid 2 bayram bir yakib qoldi. Birsi bayram namozi, birsi juma namozi. 2 namoz bir yakib qoldi. Bir yakib qolgandan keyin agar sizning ichingizdan xohlagan kishi jumani o'qiyman desa, o'qsin. Biz juma o'qiymiz. O'qimayman desa mayli. Juma o'qiyman desa nayt yaxshi degan. Buning uchun bilib olishimiz kerak. Agar shunday bir ahvollar yuz bersa, biz endi shu Eid namozi o'qigan bo'lsak, juma namozi o'qish u odamning gadiniga farz vojib bo'lmaydi. Agar men juma namozi o'qiydim, meni Eid namozi o'qigandim, men juma namozini o'qiyman desak,
uçadı buluverdi. Buna hiç qanday bir talaş tartışdaki nemesi yok. Bizdeki hazır kamdi. Bunda bir ahvalda bu. Endi Cuma namazida adamni aytacak. Adamlar topuşup, bunda hamma bir mahallik adamlarımız keldi olganligi uchun qisqasan bo'lib ketdi. Bunda vaqt o'zida qanday qiladi? Qanday namoz o'qiydi? Masjid kichik yoki patmaydi. Agar imkon bo'lsa, keng bo'lganmiz shunda bir o'qish kerak. Normal holatdagidek. Agar bak qisqasan bo'lib ketgan vaqtning o'zida qanday qiladi? Ya'ni sapni ayrı yaqin qilib, oldingi sapga adamning dumbisi saydi qilib, bu uning dumbisiga, bu uning dumbisi saydi qilib namoz o'qiversak bo'laverdi. İllaki saydini aşağı qildi demasam, qisqadan, ya'ni qisqasan bo'lib qoldi. Bu juma namozi degan adamchiq kelgan bo'lganning masjidga chiqib qolsa, adamchiq chiqib qolsa patmaydigan ish bor. Shuning uchun agar bu ishni jamoatlarimiz to'g'ri tushunib, shu ishni namoz buzmagan hech qanday bir odamniki bir hayron qolmagan bunda bir darajada bo'lib qolgan bo'lsa, bunda bir shaklda o'qisak bo'laverdi. Ya'ni bu kendiki adamlar oldiki adamniki saydiqan o'xshash bo'lgan ekan, oldidagi adamning dumbisiga saydi qilsin. Buning oxidagi buning dumbisiga, buning oxidagi buning dumbisiga bunda bir saydi qilsin. Hammasi ruku qism o'xshash, saydi qism o'xshash bo'lgan ekan, birisi o'rtaga vaqt saydi qilgan bir ish yo'q. Anda bo'lgan ekan bo'lamdi. Agar o adamlar o odati buzmay, shunda bir angliq bir shaklda o'qiydigan bunday bir odat bo'lgan bo'lsa, mana unda yaqin kelib birisi dumbisiga birisi namoz o'qib qilaversak bo'ladi. Agar bu jamoat tushuntirib olmaydi ekan, unda bo'lsa normal bir holatda shuna o'qib kerak. Bu faqat shu masjidga adam sig'may, ya yomg'ir yog'ib ketdi, yo qor yog'ib ketdi yoki ruxsat nima yo'q buning sirtiga nima qilishga. Anda o'qib qolgan bo'lsa adamchiq agar nimqon bo'lsa adamni to'g'ri tushuntirib imom mush shaklda o'qishi kerak. Mana bu jumaniki yeni bir nemisi bunaga diqqat qilishimiz kerak. Bizda kendi jumaniki fazilati va uniki ahkamdan sirt bo'lgan ba'zi ahkamlar juma namoziniki ham juma kuni nima o'qishimiz, qanday qilishimiz kerak. Buning ustida to'xtaldik. Va bizdeki dersimiz bu yergacha davomlashdi. Endi bir qator ko'rishgacha Allohga omonat bo'linglar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله